Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Charchamang. Mana sizlarga men hozir Dalyanskiy Aziya sortini holatini, gullab turgan holatlarini, tashqari tomonlarni, ochiqlarga qanoq qilib ekish, Yaponiyani oq qulupnagini hosil berib turganlarini ko'rsataman. Videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Kanalimga bitta like bosib qo'yinglar. Videoim keng tarqalishi uchun. Mana ekan, gullashga kelgan, juda ham ko'p gullari, dollari. Hosildorlik, xudo xolasa. Mana uni qaranglar. Buni qaranglar, buni. Qiziqarli bormi? Ishonchli ko'chatlar bizda bor, viloyatlarga yetkazib berish xizmati bor. Savollar bo'lsa, komment kutaman. Telefon raqamli yozib qo'yilgan. Hosildorligi judayam ko'p deydi. Bu joyda xudo xolasa fura chiqib ketadi, qulupnaylar ko'rasizlar. Video ko'rishda davom etinglar. Mana ekan hosildorlik. Pashta 10 kun 15 kunda o'sha terim boshlanadi. Hozir pishib turgan holatini ham ko'rsataman. Bu yerda kat yo'l yo'q. Ko'rib turibsizlar. Bu kilonkani o'sha yaqinda tortilgan. Avgust oyida ekilgan, 15-avgust oylarida. Mana bunisini ustini ochib qo'yildi. Sinovga. Bu juda ham katta gektar bo'ladi. Gektarga ekadiganlar bemalol telefon qilinglar menga. Men yetkazib beraman viloyatlarga. Bemalol ektirib berish xizmati, qarash xizmatlari bor. Agronomchilik xizmati bor. 10% ga gaplashiladi, uni kelishiladi. Mana Dalyanskiy Aziya sorti ekilgan. Xo'p, Kileriya degan sort ekilgan. Men hozir sizlarga videomni oxirigacha tomosha qilinglar. Bitta like, podpiska esdan chiqmasin. Men sizlarga hozir Yaponiyani oq qulupnagini ham ko'rsataman. Bor şeyda. Kileriya sortini hozir qizarib turgan, hosil berib turganlarini ko'rsataman. Surxondaryo, Qashqadaryo mana ekan, xuddi shunaqa qilib eksanglar bo'ladi. Bu konteyner temirdan bo'lgan. Buni o'rniga arzonroq armatura qilsa ham bo'ladi. Zo'r mana ekan, ko'rdinglar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, maza qilib orasizlar, meni videolarimni tomosha qilib. Mana qulupnaylar. Mana qanaqa chiroyli turibdi. Kimga mana ekan shunaqa ko'chatlar, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ko'chatlarni yetishtirib hammani mana shunaqa bog'iga, keng dalasiga yetkazib beraman. Mana bu tomon ham kat yo'l yo'q, parnik. Kat yo'l yo'q, hamma joyi ochiq. Bu tomoni o'sha sekin qizarishga kelib qolgan. Ana ekan, o'zi pishishni boshlagan. Juda ham chiroyli joy beylar. Bu joyimiz Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani, Qayqi qishlog'ida joylashgan. Ket deganda hosillarni ko'rsatishga davom etaman. Mana ekan. O'sha buni tushunada bir boshdan sekin gullab hosil berishni boshlagan. Hozir men sizlarga dalsh ko'rsataman. Endi pishganni terib sotilyapti. Hozirgi paytda narxlar 150 ming so'm kilosi. Mana bu tomoni Yaponiyani oq qulupnagi bo'ladi. Probaga bitta agatga ekilgan. Xudo xolasa buni ham ko'chatdan ko'paytirib olamiz. Buni barigini qaranglar. Qancha desam bo'ladi? 50 cm. Yarim metrga borar ekan buni bariga. Tanoplar chiqarish ham boshlangan. Shunaqalardan ko'chat qilib olsa bo'ladi bemalol. Bu juda ham shirin bo'ladi. Koreyskidan ham shirin.
Faqat sal nozikroq xolos. Mana bu tomonni yaxshilab e'tibor beringlar. Mana qulupnaylar. Pashta 10 kun, 15 kun qoldi pishishiga. Hozir endi men sizlarga nimani ko'rsataman aytaymi? Kileriya degan sortini hosil berib turganini ko'rsataman. Mana ekan. Zo'r mana holatini yaxshilab qarayligan. Mana qulupnaylar. Mana qulupnaylar. Mana qulupnaylar. Kimga kerak shularni ko'chatda? Hammanglarga yetkazaman. 12 viloyat bo'ylab. Hammani qo'liga olib borib beraman. Voy, Yaponiyaning oq qulupnagan qaraylar, buni kattaligini baypa, yarim metr, pashta 1 metrga borib qolgan. Mana ekan joyimiz. Shu joyi ko'chatlarni sotib, yetishtirib beriladi. Katta gektarga oladiganlar bemalol telefon qilaverasizlar. Telefon nomerlarim 97lik 051 27 27. Bu yerda atirgul ham bor. Ketdigan men sizlarga Kileriya degan sortini ko'rsataman. Videoni ko'rish davom etinglar. Qulupnang ko'chatlarning eng originali, eng tozasi. Bu tushungan odam tushunadi. Hech qanaqasiga bu hali montaj bo'lmayapti. Mana hosildorligi. Mana ekan. Mana shular Kileriya degan sorti bo'ladi. Mana hosildorligi. Hech qachon adashmanglar ko'chat tanlashda. Obuna bo'linglar. Pashta 10 kun 15 kun qoldi, xudo xolos pishishiga. Bular ancha katta edi. Vobshe chiroyli bo'ladi. Kimga qanaqa savollari bo'lsa, bemalol komment, telefon qilib so'rashinglar mumkin. Vobshe zo'r mana ekan. Mani videoga olib turadigan odam yo'qda, o'zim mana shunday qilib tirikchilik qilib ishlayman. Mana hosilga kirishi boshlagan. Vobshe zo'r, chiroyli, go'zal. Sog' bo'linglar, videoni ko'rganlar, sizlarga kattakon rahmat. Kanalimga obuna bo'lish hech qachon esdan chiqmasin. Koreyskiy qulupnay ko'chatlarni yetishtirishni ham boshlaymiz yaqinda. Kimga kerak bo'lsa, parnilar uchun aloqaga chiqaverasizlar. Kelishilgan narxda viloyatlarga yana bir bor dastavka bor, yetkazib berish xizmati.